Uchtasi 6:30 bo'ldi, yaksham ham o'tdi. Bo'ldi, ish qilaveradimi, charchadim. O'zi dam olish bir kunga berilgan, shu ham ish bilan o'tib ketadi. Adasi, Ha? yuring magazinga chiqib kelaylik. Voy. Nima? Xotin, ertalabdan beri uy ishlaringga qarashyapman. Bolaga qaradim. O'zi bir kun dam berilgan. Maylimi, men ham dam olsam ozgina. O'zi bir haftada bir marta dam olsangiz, shunda ham yordam bermang. Shunda ham o'tiravering, telefoningizni ko'rib, o'zimga kelgansiz, bor ishingizga keturishingizdan bo'lar ekan, xotiningizga qarashmasangiz, ozgina yordam bermasangiz. O'zi shunaqa qilsam bo'lar ekan. Endi bu yog'iga yakshanba kuni ham ishlayman. O'zi bir haftada bir marta yozib dam olsam. Bir hafta qancha yuraman, oyoqlarim og'riydi. Bunday yaxshi xotin bo'lib oyoqlarimni masaj qilib qo'ymaysan. Bir hafta har xil odam bilan ishlayman, asablarim buzilib ketadi. Shirin so'zing bilan meni tinchlantirmaysan. Nima qilish kerak? Ha, hali sizga xotin yoqmay qoldi, deng. Mayli, oz ko'rasiz mana. Bora ishingni qil. Yana nima baloni boshladingiz? Mana sizga birinchi xotin. Oyog'ingiz og'riyaptimi? Mana sizga oyog'ingizni shunaqangi zo'r uqalab qo'yadigan xotin. Tushundingizmi? Mamnisi bo'lsa ikkinchi xotin. Mana sizda bir emas 3 ta xotin bo'ldi. Bunisi oyog'ingizni uqalaydi. Bunisi shirin so'zlar bilan muzikalar qo'yib beradi. Bunisi mana xizmatda deydi. Qani bu yoqqa kelingchi. Bu shunaqa zo'r xotinki, oyoqlaringizni shotdan turib shotgacha masaj qilib tashlaydi. 3 xil sxemada ishlaydi. Shunaqa mazza qilib masaj qiladi. Voy. Joningiz rohati. Bu ikkinchisi bo'lsa Alisa. Xolasiz ashula ham qo'yib beradi, xolasiz buduniga ham qo'yib beradi. Endi meni keragim yo'q shekilli. Alisaxon, Endi oyijonning ham 3 ta kelinlari bo'ldi ana.